Ko'pchilik aytadiki, baxt sukunatni yaxshi ko'radi. Ochig'ini aytsam, baxtga umuman baribir. Baqirasizmi, yashirasizmi, o'zingizda ushlaysizmi yoki butun dunyoga jar solasizmi? Unga baribir. Baxt sizni yaxshi ko'rganligingizni yaxshi ko'radi. Baxt har qanday vaziyatda inson o'zini baxtlik his qilishligini yaxshi ko'radi. Baxt har doim unga minnatdor bo'lishligimizni yaxshi ko'radi. Har qanday holatda o'zimizni baxtlik his qilishligimizni yaxshi ko'radi va baxt u bilan bo'lishligimizni yaxshi ko'radi. Yostig'imizni tagida ushlab turishligimizni emas, balki u bilan bo'lishligimizni yaxshi ko'radi. Va ko'pchilik baxtni tanimaydi. Qachondir baxt keladi. Mana shunaqa bo'lsa baxtlik bo'laman. Mana shu mening hayotimda bo'lsa, keyin men baxtlik bo'laman deb hozirgi eng yaxshi kunlarini mana shu baxtni kutib hayotini o'tkazib yuboradi. Aslida baxt bo'lsa, bu oddiy narsa. Hozir biz nafas olayotganligimiz, hozir biz eshitayotganligimiz, hozir biz ko'rayotganligimiz va alhamdulillah tinch vatanda yashayotganligimiz. O'shuning uchun qancha biz shukr aytsak, qancha biz o'zimizni har qanday holatda baxtli his qilsak, baxtga baribir u bizni har qanday holatimizda yaxshi ko'radi va yashirasizmi, baqirasizmi, qanaqa munosabatda bo'lishingizdan qat'iy nazar baxtga baribir. Baxt biz uni yaxshi ko'rganligimizni yaxshi